Yangi remontdan chiqqan tayyor bir xona 2 xona qilingan. Lokatsiyasi ham juda ham zo'r. Yunusobod 11-kvartalda joylashgan. Orientirimiz esa 240-maktab yoki Yunusobod Milliy bankining orqa tarafida joylashgan. Yangi remontdan chiqqan umumiy maydonimiz ham 38 kvadrat metr, o'zini agrodlari bor, parkovka bemalol qilsanglar bo'ladi. Umumiy maydonimiz esa 38 kvadrat metr, uy narxini esa uy egalari 54 ming start etib aytishyapti. Xo'p, bu xonamizda zal. Zalimiz keng, 315 ga 520, bu yerda esa bir xona 2 xona qilib, oshxonamizni egalari balkonga chiqargan, bu yerda bitta spalniy xona qilib qo'yishgan. Bu yoqqa bemalol bitta duxspalniy kravat qo'ysanglar ham sig'adi. Bu yerda esa balkonimizning razmeri 1,5 ga 6 plus mana kuxonniy garniturlarimiz qilingan. Orqaga xolasanglar bemalol отдельный xod ochsanglar bo'ladi. Televizorli zonalarimiz bor. Arendatorlarimiz uchun ham idealniy variant. Tayyor shunda olib arendaga qo'yib qo'ysanglar ham indamay $400 ketadi. Bu yerda mana hojatxonamiz, bu esa hammomimiz. Hammomimizga ham steralkalarimizga joy tashab ketilingan tayyor bir xonali uyimiz. Agar sizlarga kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.